Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev 3 günlük ziyaretle Macaristan'da... В Будапеште пройдут переговоры на высшем уровне. И случайно свой официальный визит я начинаю именно со встречи с представителями венгерского бизнеса, потому что за вами будущее узбекско-венгерского многопланового сотрудничества. Узбекистан огромный потенциал. Этот форум свидетельствует о том, что предпринимательство видят очень большие возможности, они открыты, они готовы принять участие в дальнейшем развитии Узбекистана. Sammitimiz shiddat bilan o'zgarayotgan global vaziyat va murakkab jarayonlar sharoitida o'tmoqda. Shu sababli dolzarb muammolar yechimi bo'yicha davlatlarimizning umumiy yondashuv va pozitsiyalarini kuchaytirish har qachongidan ham muhimdir. Budapesht sammitida qabul qilingan muhim qaror va hujjatlar qardosh xalqlarimiz o'rtasida tinchlik, hamjihatlik va barqaror taraqqiyotni mustahkamlash yo'lida yangi sahifa ochishga ishonaman.